o'rtoqlar, uyimizni sizlarga ko'rsatib o'tirmancha uzun bo'lib ketadi deb obuna bo'lib qo'yamiz. Lekinki o'rtoqlar, men sizlarga shuni qilyapman. Endi tomni chiqaramiz o'rtoqlar. Looks like the bend was a bit narrow. Luckily, both understood the traffic rules. The strangest and most peaceful encounter between a human and a bear. Maybe the man's nonchalant attitude embarrassed the bear. This wild boar boldly broke into a school and caused trouble for the security guard. It's going to regret ending up in jail. Hey, even if they're raised like house cats, lions still remember they're the kings of the jungle. Ana uyimiz tomi ham bitti. Aytgancha o'rtoqlar, elektronikada o'tishni bilmaganlarga o'rgataman. Mana shu tepaga ko'tariladigan tugmachani 2 marta bosamiz, tez. O'shanda mana pastga tepaga yana tezroq yuradi. Shu elektronikadan chiqarib qo'yishni ham 2 ta bosamiz. Endi uyimizning ichki qismiga o'tamiz. Tak, bizlarga kerak bo'ladi. Mana shunaqa lyustradan olamiz va uyimizga ilib chiqamiz. Juda yorg'in bo'lib ketadi. Shuning uchun kamroq ilyapman. O'rtasiga. Endi buni poliga unaqa qo'yib chiqamiz. Nima deydi boyagi unaqa bir juda yo'qasi. Mana shunaqa. Qanaqa rangini bo'yamiz deysizlar? Everything fits together so well that I thought the dog was a voice actor. Mana shunday
O'rtoqlar zerikib qolmasliklaring uchun muzika ham qo'yib qo'yaman hali. Yo qo'ymaganim yaxshi. Ovozim eshitilmay qoladi muzika qo'ysam. Har bittalarimiz bittadan obuna bossalaringiz, bilasizmi? Buni 1000 ga yaqin odam ko'radi. 1000 ta obunachi bo'laman bitta. Qiyin emas, o'rtoqlar. Bitta bosib qo'yish endi. O'zbek odamdan nima qolmaydi? Bitta bosib qo'yansizlar. Hamma odamdan tarqagan. O'zbekmiz hammamiz. Hammamiz bitta yurtdamiz. Kanalingizni aytsangiz, xohlasangiz mendan obuna bosib qo'yaman. Shu bitta like arzimaydi endi o'rtoqlar. Bitta like uchun talashmaylik. Eshikning tak mana shunaqasidan qo'ya qolaylik. Mana o'rtoqlar uyimiz ham bitdi. Endi buni faqat bitta ichini yaxshilab bezaversak va oyna qo'ysak. Oyna qo'yishimiz kerak o'rtoqlar. Mana uyimizni qara. Oyna qo'yganmiz qanday chiroyli chiqqan. Mana. Oynani qarangiz o'rtoqlar. Shunday oyna qilaveramiz bu yoqda. Shu ikkita eshik bekor qo'ydimmi deyapman. Yo, bari chiroyli turibdi. Running around Yellowstone is like exercising with a twist of adventure. Endi faqat oyna qoldi. It's a thrilling experience, like you're the main character of a survival movie. O'rtoqlar kech tushibdi-ku. To'xlab olamiz endi. Yana olamiz. Yo'lni qo'yishimiz kerak edi o'zi. Those cries were the first warning. And when words didn't work, To'xlab olamiz. O'rtoqlar, uyqudan turguncha xayr. Turganimcha. Tong otdi. Hech nima kirib ketmabdimi uyga? Yana oyna. Oyna baribir uyni ochadi deydi hamma. despite its large size, the doggo had to surrender to this fierce pack of cats. To'g'ri, internetdan qilsa bari sal-pal qattiqdan yangraydi, chunki bu Easily dragged it away. nima deydi internet sitasi. That's one smart black bear using the tree as cover. The tiger knows the difference between a quick meal and a lifetime supply of food. Bosilib ketadigan bo'lib qolyapti. O'shan qaytib yo'qsa bo'ladi, bilmaysizlarmi? Bilganlar kommentga yozib qolsin. Men qarang, mana shunday o'zi tip qolyaptimi? O'shanga hayron bo'lib o'tiribman. Today is not the best day for fishing, it seems. Bats might not be unfamiliar to you, but what about these supersized and oddly shaped ones? Ana hammasi tayyor bo'ldi. Endi oyna qo'yib olsak, bas. Oyna mana shunda bo'ladi. Let the elf win. Mana They're oynani dangerous when angry. And ochiq mana shuni qarang. Ochiq mana shunaqasidan qo'yamiz. who put a punching bag in the woods like this? I don't like it. Tak, tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Mana shu yerlardan qarang. Ochiq. Their synchronization proves they're blood brothers.
Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak. Hay 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 hay. Hay hay hay. Hay 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 hay. Tak 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 tak. O'rtoqlar, sizlarga bittamida bilganlar kommentda yozib qoladi. At the elephant's fury. U endi musulmonmizku. As if this tense U showdown o'lik bo'lsa ham halol deb iste'mol qilamiz. Birinchisi baliq ekan, ikkinchisini o'zim ham topolmayapman. O'shanga bitta yordam qo'yaveringlar o'rtoqlar. Nima ekan bilganlar kommentga yozib qolamiz. trouble on the streets of New York. Kommentga o'rtoqlar. Mana bizning uyimiz, shohona uyimiz. Tak endi tepaga chiqamiz. To'g'ri bitta miyamga qo'ya kelib qolyapti-da. O'sha mana shu tepani yopib bersammi ekan, shunda yozda. Mazzada bu, lekin qaranglar o'rtoqlar. Daraxtzor, It's a four-legged guest reaching stol, leaving a mess without paying. mazzada. Faqat shu zahni qo'yma. Shunga bir qo'yadi. Hozir mashinani ochib qo'yamiz. Mashina ochildi o'rtoqlar, nariyoqqa suv boradi. Bilasizlarmi, bitta videomda shortsiz qisqa videoda mashina o'tuvdim. O'shani hali buzgam yo'q. Bilmayman qaytib o'tgan, keyin o'tolmay qoldim. Mana shunday qilganda o'rtoqlar. Hunger has turned the fish into little troublemakers. Kamma. Qaranglar, ana yomonamiz o'rta. Bitta savol deydi hamma meni qo'ygo'ram. Mana u tomon teshib kirib ketmaymi dedi. Yo'q, albatta yo'q. Chunki bu Minecraft bo'lsa, o'zingizni hayotingiz bilan o'xshatyapsiz-da bu o'yinni. Yo'q, albatta bo'lmaydi. Unaqa narsalar vashi. Mana qo'ygo'ram, men elektronika deb ko'rsataman. Nima turay, anajimiz. Xo'p.